Assalamu alaikum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımıza xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 4-cü ayının 6-cı günü seyşənbə. Həmmanlarning mush vaqtda xeyirlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bo'lsin. BBC'nin Uyg'urlar haqida dunyoviy ta'sir qo'zg'agan hujjatli filmlarni ishlagan muxbiri Jon Sodurat Xitoydan ayrilishga majburlangandan keyin Yevropa İttifaqı bayonot e'lon qilib Xitoyni so'z fikr erkinligiga hurmat qilishga chaqirdi. O'tgan hafta BBC'ning donliq muxbiri Jon Sodurat Xitoyda har xil tahdid va to'salg'ularga uchrab, Xitoyda xizmatini normal davomlashtirishga amalsiz qolganlikdan oilasi bilan birlikda Tayvanga ko'chishga majbur bo'lgan edi. Yevropa İttifaqının tashqi siyosat raisi Jos Bottilning bayonotchisi o'tgan juma kuni bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida mundaq dedi. Yevropa İttifaqı Xitoyni davlat va xalqaro qonunlardagi majburiyatini ado qilishga, Xitoy Xalq Cumhuriyatining asosiy qonuniy va kishilik huquq xitobnomasida belgilangan so'z va axborot erkinligiga kafolatlik qilishga chaqiradi. BBC muxbiri Jon Sodurat ilgari Sharq Turkistondagi lagerlar, ularning o'rinlari hamda lagerga band qilingan bir qism oilalar haqida zo'r hajmlik bir tekshirish xabari ishlagan va Xitoy yo'l qo'ygan lagerlarga berib, Xitoy amaldorlaridan lager haqida qattiq savollarni so'ragan. U yana Sharq Turkistonning paxta sanoati sohasidagi majburiy emgak haqida zo'r hajmlik bir tekshirish xabari ishlab, xalqaroning diqqatini bu sohada ezilayotgan Uyg'urlarga yana bir qitim tortgan. U ilgari yana Sharq Turkistonda zavod qurib Xitoy bilan normal savdosini davom qilib kelayotgan Germaniya mashinasozlik shirkati Volkswagenning yuqori darajalik ijroiya amaldorining Uyg'urlar va lagerlar haqida fikr qilishga majburlab zo'r inkos qo'zg'agan. Onundan başqa BBC'nin yaqindan bu yan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga aloqador dalil isbotliq programmalarni ko'plab e'lon qilgan. Natijada Xitoy hukumati BBC'ga qarata hujumlarni kuchaytgan edi. Yevropa İttifaqının bildirishicha o'tgan yili Xitoy 18 nafar chet el muxbirini Xitoydan quvlab chiqargan ekan. Dunyoning har qaysi ellarda faoliyat elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoati Xitoy virusi sababidan o'ttirg'i chiqqan foydasiz sharoitlarga qaramasdan 1990-yili 5-aprel vatanimiz Sharq Turkistonda yuz bergan Barin inqilobining 31-yilligini turli shakllar bilan xotirlash orqali Zaydin Yusuf boshchiligidagi Barin qahramonlariga bo'lgan cho'nqur sevgisi va hurmatini ifoda qilishdi. Dunya Uyghur Qurultiyi Barin inqilobining 31-yilligi munosabati bilan har xil tillarda e'lon qilgan bayonotida ayni chog'da Aqto noyasining Barin yesidagi Uyg'ur dehqonlarining mustabid Xitoy hokimiyatining zulmiga qarshi ilib borgan norozilik harakatining qonliq shaklda bostirilganligi va Xitoyning adolatsizligiga qarshi turg'uvchi Uyg'urlarning toki bugunga qadar izchil turda qonliq bostirishga va qirg'inchilikka uchrab kelganligi. Masalan 1997-yili G'uljida va 2009-yili Urumchida xalqimiz tarafidan Xitoyga qarshi ilib berilgan tinchlik shakldagi norozilik namoyishlarining xuddi Barindikiga o'xshashlar rahimsizlarcha qonliq bostirishga uchraganligi xalqaro jamoatchilikka qayta xotirlatib o'tildi. O'tgan yil 18 dekabrdan buyon Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi yanida millat navbatda degan shuar ostida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga va jazo lagerlari tuzumiga qarshi izchil turda norozilik namoyishi elib berayotgan qarindoshlarimiz 5-apreldagi namoyishini maxsus Barin inqilobining 31-yilligiga beg'ishladi va o'zgacha qiyofat bilan elib berilgan bu qitimqi namoyish matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. 5-aprel Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Istanbul Ayyub Sultan maydonida Barin inqilobining 31-yilligi munosabati bilan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va zulm siyosatiga bo'lgan noroziliklarini bildirishdi. 5-fevral yana Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining uyushtirishida Adla shahrida va Avstraliya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Sidney shahrida maxsus Barin inqilobining 31-yilligini xotirlash va Barin shahidlarini yod etish faoliyatlari o'tkazildi. 18 dekabr kuni Xitoyning Istanbul konsulxonasining oldida boshlangan lager qurbonlari yaqinlari tarafidan tashkillangan millat navbatda faoliyatining 109-kunida Barin inqilobining 31-yilligini xotirlash munosabati bilan axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. Barin inqilobining 31-yilligi munosabati bilan Kanada Sharq Turkiston birligi 5-aprel Kanadaning Toronto, Vancouver, Montreal, Kangari qatorliq 4 shaharda birli vaqtda Barin shahidlarini xotirlash va Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish maqsadida norozilik faoliyatlari uyushtirildi. Kalgaridagi norozilik faoliyati Xitoy konsulxonasi oldida namoyish shaklida elib berildi. Ammo Xitoy virusi sababidan yo'lga qo'yilgan karantin tadbirlari sababidan Kanadaning Toronto, Vancouver, Montreal shaharlarida kollektiv holda namoyish elib berishga yo'l qo'yilmaganligi uchun bu 3 shahardagi qarindoshlarimiz ay yulduzliq ko'k bayrog'imiz bilan bezalgan 200 ga yaqin avtomobildan tarkib topgan maxsus karvon tashkillab, shahar markazlarini va yuqori suratli tosh yo'llarni aylanib yurib namoyish elib berish orqali o'zlarining Barin qahramonlarimizga bo'lgan cho'nqur hurmatini va xalqimizga qarata rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan nafratini ifoda qilishdi.
Faqatla Torontodagi namoyish karvoni 100 dan ortiq avtomobildan tashkil topgan bo'lib, karvon yo'lga chiqishdan burun Torontodagi qarindoshlarimiz Kanada Sharq Turkiston birligining raisi Tuyg'un Abduvali apandimning boshchiligida oldi bilan borin shahidlarimizning ruhi uchun duo qilishdi. Ularning bu harakati Kanada xalqining va Kanada matbuotlarining kuchli diqqatini jalb qildi. Kanada Sharq Turkiston birligining yosh a'zolari tomonidan Kanadadagi xotirlash faoliyatlariga beg'ishlab ishlangan tuvandagi albom chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Ey bakır Uyghur oygan uykun yeter. Sende mal yok endi kesse can keter. Bu ölümdün özünni kutquzmasan. Ah senin halın xatar halın xatar. Bu ölümdün özünni kutquzmasan. Ah senin halın xatar halın xatar. Elim ucansız ah okşaydu tenin. Şuna yok mu anca ölümdün gemin. Kışkırsan kömürlemayla yatsın. Oyganmay ölmekçi mu sen çup edin. Kışkırsan kömürlemayla yatsın. Oyganmay ölmekçi mu sen çup edin. Hop dedim beşin kötür oyduğunu aç. Rakibin başını kes anini çaç. Göz içip etraf hoptan bakmasan. Ölsen armanda bir gün la ilaç. Oygan, oygan, Uygur'un oygan. Oygan, oygan, Uygur'un oygan. Oygan, oygan, Uygur'un oygan. Oygan, oygan, Uygur'un oygan. Yüzünü yuvan geçip etrafa bak. Öz iqbalın haqqida oylan uzaq. Kassi oldun bu ganimet bursti. Kelajak ishing chatoq, ishing chatoq. Kassi oldun bu ganimet bursti. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va Sharq Turkistonda tasdiqlagan jazo lagerlarining mohiyatini xalqaro jamoatchilikka fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan Uyg'ur lager shoidi Gulbahor Jalolova xonimning Amerikadagi hammaga adolat tashkilotining 2021-yillik qahramonlik mukofotiga erishishi muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarni alohida suyundirdi. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bugun istansimizga qilgan so'zida Xitoyning shuncha besimi va tahdidlariga pisat qilmasdan o'z xalqi uchrayotgan zulmlarni dunyo jamoatchiligiga jasurlik bilan fosh qilib kelgan lager shoidi Gulbahor Jalolova xonimning haqiqatan ismi jismiga loyiq qahramonlik o'rniki ko'rsatib kelganligini. Shunga uning Amerikadagi hammaga adolat tashkilotining 2021-yillik qahramonlik mukofotiga loyiq ko'rilganligini butun Sharq Turkiston xalqi nomidan qizg'in tabriklaydiganligini bildirdi. Amerikadagi hammaga adolat tashkilotining 2021-yillik qahramonlik mukofotining sohiblari 3-aprel e'lon qilindi. Mazkur tashkilot bu yillik mukofotni maxsus irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun 4 kunlik rol o'ynagan 4 shaxs va 1 tashkilotga atagan bo'lib, Uyg'ur lager shoidi Gulbahor Jalolova xonim Uyg'ur qahramon faoliyatchi kategoriyasi bo'yicha 2021-yillik qahramonning biri bo'lib tanlangan. Mazkur tashkilotning to'r betida Xitoyning jazo lagerlarining ishki sirini dunyo matbuotlarida oshkorlab kelayotgan Gulbahor Jalolovaga yuqori baholab berilgan bo'lib, uning lagerlar endi boshlangan mezgilda, ya'ni savdo qilish munosabati bilan 2017-yil 5-oyning 21-kuni Urumchiga borganida doiralar uni faqat Uyg'ur bo'lganligi uchun uning Qozog'istonda tug'ilib o'sgan Qozog'iston grajdani bo'lganiga qaramay qonunsiz holda jazo lageriga qamab olganligi. Uning 2018-yil 9-oygacha 15 oylik qabohatlik lager hayotini boshdan kechirib, oxiri uning Qozog'istondagi 2 farzandining Qozog'iston hukumatidan diplomatik yordam talab qilishi natijasida lagerdan qutulib chiqa olganligi tonishtirilgan. Buningda yana uning lagerda Xitoyning begunoh Uyg'urlarga elib berayotgan qiyin qistoq, o'lim, mangiyushdek har turli vahshiyliklarga shohid bo'lganligi va lagerdan hayot qolgandan keyin Qozog'istonga kelgandan tortib boturlik bilan o'zining jafo mushaqqatlari va Xitoyning irqiy qirg'inchiligi haqida guvohlik berayotganligidek fidokorligiga opirin o'qilgan. Xitoyning jazo lagerlarida begunoh Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qirg'inchiliklarni Qozog'istonda turib erkin anglitishga ko'z yetmagan Gulbahor dastlab Turkiyaga kelgan va 2020-yil oktyabrda Fransiyadan panohlik tilagan edi.
U lagerdan qo'yib berilgandan buyon davomli turda lagerlarga qamalgan millionlagan Uyg'urlarning ovozi bo'lib, lagerlardagi qiyin qistoq, ayollarning sistemli holda majburiy tug'mas qilinishi, bosqinchilikqa uchrayotganligi qatorliq Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini boturlik bilan pash qilib kelmoqda. Shvetsiyaning dunyoga danglik H&M şirketi Uyghur mecburi emgek meselesideki sözü tüpeyle Xitay dairleri ve Xitay taratqularının hücum nişanıga aylanıp, Xitaydaki 20dek dokununu taqashqa mecbur bo'lgan. New York vaqti gezitining yaqinda oshkorlashicha H&M'ning Xitoyda 500dek dokuni bor bo'lib, ulardan 20dek dokon taqalgan. Tayvan taratqularının xabarda bu dokonlarning ba'zilarining ijara berguvchi o'rnining to'xtamini buzib, do'konni qaytarib olishi sababli taqalganligi bildirilgan. Yaqinda H&M, Nike, Adidas, Yengibilins, Burberry qatorli xalqaro sifatli paxta tashkilotiga a'zo bo'lgan danglik xalqaro markalar o'zlarining Sharq Turkiston paxtasiga bo'lgan andishalarini ifodalagan yoki Sharq Turkiston paxtasini ishlatmaydiganligini bildirishgan edi. Biroq Xitoy taratqullari Xitoy puhralarini bu shirkatlarning mahsulotlarini boykot qilishga chaqirgan. Buning oldida Amerika, Kanada, Angliya va Yevropa ittifoqi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligida javobgarligi bor 4 Xitoy amaldori va bir hukumat apparatini jazolagan edi. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoyning H&M qatorliq shirkatlarni boykot qilishi G'arbning Xitoy amaldorlarini jazolashiga qarshi Xitoy hukumati o'rinlashtirgan planli harakat bo'lib, bu orqali boshqa xalqaro shirkatlarning Sharq Turkiston paxtasini rad qilishining oldini olishni maqsad qilgan ekan. Kuzatuvchilar navbatda Xitoy hukumati 2017-yilning oldi keynida haqsiz yoki arzon emgak kuchi bilan ta'minlashga va'da berib, Sharq Turkistonga yo'tkab kelgan Xitoy paxta to'qimachilik korxonalarining jiddiy raqobatga duch kelganligini bildirmoqda. Washington pochtasi gazetining tahriri Fred Hyde 4 aprel maqola e'lon qilib, 2022-yillik Beijing qishloq olimpik musobaqasiga vakolatchi bo'lgan xalqaro shirkatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ko'masga sog'anligini tanqid qilgan. Uning ta'kidlashicha, kishilik huquq, erkinlik, irqiy, etnik, jinsiy barobarlikni targ'ib qilib kelgan bu shirkatlar Uyg'urlar masalasida izchil bo'lmagan. Fred Hyde shirkatlar haqiqatan irqiy qirg'inchilik olimpikiga vakolatchi bo'lishni xolamdi mavzuliq maqolasida Coca-Cola, Samsung, Intel, DUQ va Toyota qatorliq 15 xalqaro shirkatni tanqid qilgan. Fred Hyde Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik kishilik huquq dokladida Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon oz-sonliq guruhlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligi ta'kidlanganligini bildirib, bu ahvolda Coca-Cola, Visa, hammabop elektr va olimpik musobaqasiga vakolatchi bo'lgan boshqa 12 shirkat kelar yili 2-oydagi musobaqani hech qanday ish bo'lmagandek o'tkazamdi deb savol qo'ygan. Maqolada yana bu shirkatlar bizning Uyg'ur ayollari bosqinchilikka uchrayotgan, tug'maslikqa va fohishalikka majburlanayotgan vaqtda ular o'zlarining jinsiy barobarlikni tabriklashiga jiddiy muomala qilishimizni kutamdi deb ko'rsatilgan. Maqolada aytilishicha, Beijing qishliq olimpiyaga yana 10 oy qolgan bir vaqtda bu shirkatlar Xitoy hukumatiga lagerdagilar qo'yib berilsin. Uyg'urlarning tinch yashashiga yo'l qo'yilsin. Tashqaridagi kuzatuvchilarning berib sening nimalarni qilganligingni ko'rishiga yo'l qo'yilsin. Musobaqani ondan boshlayli deyishi kerak ekan. Janubiy Avstraliya shtatining sobiq savdo ministri Avstraliya doiralarini Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatlarni butunlay uzishga chaqirgan. Angliyadan chiqadigan күнділік maktublar gazetining xabariga qaraganda sobiq savdo ministri Tom Kenyon ilgari Avstraliyaning Adla shahrida turishliq Xitoy elchixonasining eng chong qo'llovchisi bo'lib, hozir u Xitoy kompartiyasi sababli Avstraliya Xitoy munosabatlarining borgancha yomonlashadiganligini va uning yaxshilaymiz deb avora bo'lishining hojati yo'qligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Tom Kenyon Janubiy Avstraliya shtatining savdo ministri bo'lib vazifa o'tagan mezgilida Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini ilgari surish uchun Xitoyning Adla shahrida konsulxona etishini qo'llab-quvvatlagan ekan. U o'z maydonining o'zgarishiga sabab bo'lgan omillar haqida to'xtalib, bularning hammasi navbatdagi hamda Xitoyning hozirgi mangulik prezidenti Xi Jinping hokimiyatni o'tkazib olgandan keyingi bir necha oy ichida o'zgardi degan. U yana Avstraliya Xitoy munosabatlarining borgancha yomonlashib bordiganligini bildirgan va mundaq degan. Masalaning tuguni Xitoy kompartiyasida, chunki u G'arbning erkinligi va qimmat qarashiga dushman va yot bir organdir. Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasining rasmiy qurilganligining 76-yilligini xotirlash munosabati bilan 8 aprel kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazining uyushtirishida maxsus muhokama yig'ini o'tkazildi. 8 aprel Berlin vaqti 17 da boshlanadigan mazkur muhokama yig'inining amaliy ahvolini Dunya Uyg'ur Qurultiyining YouTube sahifasi orqali naq maydondan ko'ra olasiz. Hammaga ma'lum bo'lganidek 1944-yili 12 noyabr kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumati 1945-yili 8 aprel kuni G'ulji shahrida maxsus harbiy parad o'tkazib, o'zining muntazam milliy armiyasining qurilganligini jakarlagan edi. Muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlarimiz va Uyg'ur qarindoshlarimiz uzun yillardan buyon bu sharafli kunni iftixorlanish va g'ururlanish tuyg'usi ichida xotirlab kelmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar,
Yuqorida Dunya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesi kündəlik xəvərlər proqramımızda diqqətinizə sunduk. Keyingi qitimliq proqramımızda görüşəyli. Görüşkücə aman boğaysılar. Xeyri xoş.